Ana şu videoni bir jigarim tashlab berdi. Aka bu videoni bir ko'ring-da, bir o'z fikringizni bildiring deb, to'g'risi zuvgini ko'tara olmayman. Chunki meni ayol qizlar kuzatadi, onalar kuzatadi, yaxshi aka-ukalarim kuzatadi. Juda bir qo'pol rasvo bo'lgan. Endi bitta narsada mana shu yerga kirib bir-birini onasini so'kib, bir-birini onasini haqorat qiladigan insonlar bir gapni eshitib qo'ygin. Mana shu ro'za Ramazon oyida shaytonni Alloh taolo zanjirband qilib qo'yar ekan. Shu odamlarni buzmasin, odamlarni yomon yo'lga boshlamasin, odamlarni gunohga botirmasin deb shaytonni shunday kishanlab qo'yar ekan. Lekin bu shaytonni shogirdlari bor ekanki, kasbini davom etkazaverar ekan. Men ko'rib prosta bu videoni shokka tushdim. Ey, onasini so'ktirayotgan inson. Pul uchun onangni so'ktirib o'tiribsanmi? Borib oldiga yorib paylamaysanmi? Keyin onasini so'kaydigan inson. Bu kuningdan o'lganing yaxshi. Balki onasi hoji ayadir. Nima keragi bor bunday qo'pol gap bilan so'kishdi? Ey, pul uchun bir-biringga yetgan insonlar. Bir kun kelib o'lib ketasan, hammamiz o'lamiz. U dunyoga borib javob berishingni o'ylagin. Mana shu insonni poddershka qilayotgan donatorlar, onalaring bormi? Opa-singillaring bormi? Nima qilasizlar bir haromiy insonlarni kirib poddershka qilib, ularni cho'qqiga chiqarib ko'tarib, keyin bir-birini so'ktirib, gunohga sherik bo'lish sizlarga kerakmi shu? Sizlarga yoqadimi? Bilaman, pullaring ko'p achib sasib ketdi. Juda ko'p pul topdilaring. Xudoyim to'la berib tayladi sizlarga bir omadda. Lekin bunaqa ish qilishlaring uchun bermagan. Bu sinovli dunyo, million puliklaring bo'lsin, bir kun kelib 1000 so'mga zo'r bo'lib qoladigan paytda Xudoyim to'la berib qo'yishi mumkin. O'shaning uchun ehtiyot bo'linglar. Shuncha nogiron insonlar bor, shuncha yaxshi insonlar bor. Qinglar o'shanga poddershkani. Agar bola chaqalaringga, ota-onalaringdan hamma narsalaringdan orttirgan bo'lsalaring, agar orttirgan bo'lmasalaring, ota-onalaringga qinglar bor yaxshiliklaringda. Bolalaringga qinglar, oilalaringga qinglar. Nima qilasizlar bunaqa harom shartdan batil o'ynab bir-birini so'kib rasvo ish qiladigan insonlarga poddershka qil. To'g'ri, sizlarda pullaring bor, men sizlarning pullaringni sarhisob qilmayman. Lekin gunohdan ozgina ehtiyot bo'linglar. Sizlarni ogohlantirib qo'yapman xolos. Bu narsani o'zlaring ko'pchilik yaxshi tushunadi. Gunoh ekanligini bilib turib ham qilyapsizlar. Jonlaring sog' bo'lsin, addush hurmatdasizlar. U dunyoga javobini o'zlaring berasizlar-ku.